Assalomu alaykum dunyoning har qaysi yerida yashayotgan aziz vatandoshlar hammanglarga fidoyi do'stlar Ahmad Qashig'aridan o'tliq salom, oliy ehtirom. Bugun diqqatingizga milliy ruh va milliy minga haqida bir dastlabki tushuncha beramiz. Ekranimizda o'zining qalam quvvati va mustaqil izlanish ro'yi bilan to'nilib kelayotgan yosh ziyolilarimizdan Ruqiya Turdish xonim bor. Assalomu alaykum hurmatli Ruqiya xonim, xush keldingiz. Alaykum salom, hoş bulduk. Rahmat, qimmatli vaqtingizni ajratib, xalqimizning sha'niga mazkur temada o'zingizning Alloh sizga ato qilgan tushunchalarni, bilimlarni o'rtoqlashib berishga iborat himmatingizdan Alloh razı olsun. Muhim ekanligini bilgan qarindoshlar hozirdan boshlab bu temani qandaq bir bayon qiladigan degan shakldagi bir izdinishi, qiziqishi bilan ko'ryapti deb tushunamiz. Qisqa kelgan uchurlardimi bizga alohida rahmatini aytganlar bo'ldi. Xo'sh, oldi bilan hozir kunimizda xalqimizningki diqqatida ba'zan beshi kelayotgan musibatlarning o kadar ig'irligi, o'zining chorsizligi, yolg'iz qolishlari va dunyoning adolatni yutirib qo'ygan bugungi muhindaq bir kunda yashayotgan real qismatlarga qarata ümidsizlik ahvollarına ait ig'ir. Oldidan Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar mustaqil bo'la olamdi degan bir tema haqidagi ko'z qarashingiz olsa bir o'rtoqlashib baqsak. Avval mushundan boshlab baqmasak, chunki nurg'un masalalar mushundan keyin boshlanadi ekan. Agar mustaqil bo'lish umidi bo'lmasa, bizning nurg'un narsalarimiz, ekranda deyishayotgan narsalarimiz ortib qolgan bo'ladi. U chog'da temani almashtirish tegish. Uning uchun termini mushundan boshlagan bo'lsak, siz bu vaqt qanday qaraysiz? Albatta to'g'ri deysiz. Men albatta cho'qim mustaqil bo'lamiz deyman. Mustaqil bo'la olamiz, davlat qura olamiz deyman. Endi nurg'un kishilar so'raydi, biz o'ylaymiz bu Uyg'urlarning hech nimasi yo'qdirsa qo'lida. Hech qanday kuchi bo'lmasa bir davlat qurish uchun degan askariy kuch bo'lish kerak, harbiy kuch. Andan keyin texnik kuchi bo'lish kerak, industrial power. Andan keyin bir territoriyasi, bir yerga ega bo'lish kerak. Onkin odam kuchi bo'lish kerak, nopusda, nopus kuchi bo'lish kerak. Masalan, Xitoyning shunday jiq nopusi bor, bizga selishtirganda necha billion, biz nayta azmoz. Ondan keyin onun boshqa iqtisodiy kuchi bo'lish kerak. Bizning bu butun iqtisodimizni Xitoyning qo'lida tatib olgan, territoriyamizni Xitoy tatib olgan, hech qanday askariy kuchimizmi yo'q. Ondan keyin bu endi bunday şeyler marifimizmi yo'q o'z oldimizga, hech nimamiz yo'q deb ashta ko'rindi. Endi shuningga boshqa millatlarmi sizlarning hech nimanglar yo'q, hech nima qila olmaysizlar. Xitoy selishtirganda qo'linglarda hech nima yo'q tursa, sizlar qanday mustaqil bo'lsizlar? Nimalarga asosan sizlar bunda cho'ng so'zlab biz cho'qim mustaqil bo'lamiz, mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi deb bundaq deysizlar deydi. Ammo bu yerda ikki narsa bor, bak muhim kuch. Bayan men degan kuchlarning hammasi, o'sha harbiy kuch, iqtisodiy kuch, nopus kuchi, territoriya kuchi, territoriyani egallashgan Xitoy egallab olibdi. Boyliqlar, bularning hammasi materialistik, ya'ni ko'z ko'gin bo'lgan, tutqun bo'lgan material kuch. Ammo bizda uningdan muhim, nihoyatda muhim ikki kuch bor. U bo'lsa birsi milliy ruh, ya'ni millatning ruhi, irodasi millatning. Yana birsi biz ma'noga temisi deb oldik, milliy kurashninki yetakchi gavdisi, ya'ni yulinishi. Onunki bir diplomasiyasi, strategiyasi nereden nega bor? Mushu milliy ruhni qanday yetaklab nima ish qilamiz deydigan bir menga. Mushu ikki kuch bizda masalanki nima bo'lmasimi? Milliy ruh hozir bor, yo'qolib ketgani yo'q. Buni mundaqcha aytganda Xitoyning zulmi o'zi yetildirdi. Xalqimizda Xitoyga qattiq qarshilik bor. Biz qattiq Xitoy bilan yashamaymiz bilan mumkin emas, mustaqil bo'lmasak zodi bo'lmaydi degan narsa butun Uyg'urda hozir birlikka keldi. Buning burun ilqi ba'zilar voy bizda hech qanday nimamiz yo'q, Xitoy bilan birga yashasaqmi bo'ldi deydi Allobatdi. Hozir hech kim har qanday so'rasangiz mumkin emaskan, biz Xitoy bilan mumkin emas birga yashamaymiz-kan, biz zodi mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi degan degan keldi, ham Xitoyni tunib yetdi. Bu bir qarshilik kuchi. Bu narsa bu milliy ruh bizda bor. Ondan keyin men boya degan bu milliy ruhni yetaklaydigan, ya'ni nima ish qilamiz deydigan, mundaqcha aytganda bir diplomasiya, demdik diplomasiya gavdisi yoki menga deb olamdik. Mushunday narsa bizda masalan bodaymi deganda yildizi bor. Yetildirsak bo'ldi. Masalan, hozir bizningki faoliyatchilarimiz bu yerda mushu kuchdan foydalanib, mushuni qurib chiqishga tirishyapti. Hozir texi bo'yliqi mukammal qurilib chiqib bo'lanmadi-da, bu yerda.
Şu ikki muhim kuch bor. Agar bizda bu ikki muhim kuch bo'lmasdi, uniki biz hech nima qilolmaymiz desak bo'ladi. Ammo bizdagi bu ikki muhim kuch materializm boya deganlik material narsalar masalan iqtisod, texnika, bu degan harbiy kuch deganlarning hammasini bizga bir tashlab bersinmi oldimizga mushu ikki muhim kuch bo'lmasa biz hech nima qilolmaymiz. Uni mushu ikki muhim kuch bo'lmasa bizda u narsalarni qo'limizga ololmaymiz. Shunga bizda eng muhim bo'lgan mushu ikki kuch bor. Shunga boshqa narsalar vaziyatning o'zgarishi, dunyoning o'zgarishi yoki boshqa narsalar bilan qo'limizga kelganda biz cho'qim mustaqil bo'la olamiz. Chunki bizdagi eng bo'lmasa bo'lmaydigan ikki kuch bor. Agar o narsalar bo'lib, ma ikki kuch bo'lmasdi, u vaqtida u bo'lgan bilan mani qanday yetildirimiz, ma'nasi bizda yo'q, o'lgan tursa mustaqil bo'la olmaymiz deb umidni uzgan bo'lsak. Shunga biz cho'qim davlat qura olamiz, cho'qim mustaqil bo'la olamiz. Chunki bizda hech narsa yo'q emas. Eng muhim bo'lgan o'sha ikki kuch bor. Bayatın milletning mengisi degan bir so'zni dedik ekranda, reklamda, ya'ni e'londa yozgan chig'imizni milliy ruh va menga deb yozib qo'ygan vaqtimizda bir menga odamning mengisidek xayol kelgan ahvollarimiz yuz berdi. Millatning mengisi deb atashdan nimani ko'z tutdingiz? Millatning mengisi deganda boya deb o'tdim, ikki kuch debchi, birisi milliy ruh dedim. Yana birisi bu millatni yetaklaydigan bir gavda, diplomatik gavda. Masalan, hozir biz davlat emas-ku, davlat bo'lgan davlatlarning masalan boshqa davlatlar bilan tashqi munosabatlarni qanday bir taraf qildi, ichki munosabatlarni qanday bir taraf qildi deydigan bir shu davlatning ulusining bir yetakchi kuchi bo'ldi. Yetakchidamdi. Bu ko'zbil ko'ygini bo'ldigan, tutquni bo'ladigan kuch, ya'ni bu diplomatlardan, siyosatchilardan, tadqiqotchilardan tarkib topgan bir kuch bo'ldi. Ama buni hozir bizning Uyg'urlarda Sharqiy Turkiston ichida emas, teshida bu kuch bor desak bo'ldi. Chunki bizning Sharqiy Turkiston teshidagi da'voyimiz, ya'ni boshqa davlatlar bilan, tashkilotlar bilan, xalqlar bilan diplomatik munosabat qilish orqali elib beriladigan bo'lganligi uchun bizda hozir mushu kuchning yıldızlari bor. Masalan, Amerika davlati bilan munosabat qilayotganlar bor, boshqa davlatlar bilan munosabat qilib davlat anglatayotganlar bor. Bizda o'sha masalan yakka shaxslar bor, lekin bu texi bir diplomatiya gavdasi bo'lib, aql ombiridan foydalanib, bunda bir milliy kurashninki yetakchi gavdasi bo'lib o'tirg'i chiqmadi, ammo yildizi bor, xalq buni chiqarish kerak. Endi bu milliy ruhniki yetakchi gavdasi bo'lib chiqish uchun bu yerda bu buning sifati nimaga bog'liq? Qanday bo'lsa bu yetakchi kuch o'tirg'i chiqadi, qanday bo'lsa bu xalqni boshlab ma'nolaydi deganda, buningki uzluksiz bo'lish kerak. Uzluksizlik muhim. U bir qitim bir yerga berib bir gapni deb qo'yib, masalan, durumni olib, bugun Sharq Turkistonda bunda bo'lib qo'yatdi, anda bo'lyapti deb da'vo qilish emas bu-chi. Bu milliy kurashni aytmangadigan yetakchi menga deganimizda bu millatninki, ya'ni mavjud bo'lgan bütün mümkinchiliklardan foydalanib, bu mümkinchiliklarni xalqaro vaziyatga udul har xil faktorlarni xalqaro vaziyatga suna oladigan bir kuch bo'lish kerak. Bu suna oladigan kuch, chunki biz dunyo teshida, ya'ni diasporada, xalqarada bu diplomatiya ishini qiladiganligimiz uchun, chunki biz boshqa ish qilolmaymiz, davlatlar aro tashkilotlar bilan, xalqlar bilan ish qiladiganligimiz uchun bu bir diplomatik kuch bo'lish kerak. Ya'ni bu kuch ko'rganlar odam berib, kunda masalan bir yerga kirib bir hukumatga voy Uyg'urlar manda bo'ladi, anda bo'ladi deb anglatib qo'yganlik bu shaxsning unda kuchi bo'lganligini ko'rsatmaydi. Ammo agar mushtaq shaxs bir gavdini birlikka keltirib, ya'ni bir bir kichik guruhdak bir narsa bo'lamdi, organizatsiya bo'lamdi, bir narsa qurib, Uyg'urlarning yoki Sharqiy Turkiston xalqininki aql ombiridan foydalanib, bir diplomatiya gavdasi qurib chiqsa, butun davlatlar bilan munosabat qila oladigan. Bu gavda, buni biz qila olamiz. Bu gavda dal shu men degan shu menga bo'ldi. Chunki bu mengida qanday o'ynashni bilish kerak. Masalan, Uyg'urninki davosini munda bo'ladi deyishlam emas, durumni anglatish bilan birga so'dilishni, davlatlar bilan qanday munosabat qilishni, mediaga nima deyishni, davlatlarga nima deyishni, qaysi siyosatchiga qanday gap qilishni, xalqlarga nima deyishni, qanday narsani qayerda ko'tarib chiqishni, o'rinni, zamonni, makonni hammani bilish kerak, yetilgan insonlar bo'lish kerak. Masalan, Amerikada diplomatlar bilan, siyosatchilar bilan Nuriy Turkal asoschidan munosabat qildik. Masalan, shunday shaxslar bir guruhga bo'lib yoki o'z yolg'izmi qilib ketamasligi mumkin buni. Bir guruhga bo'lash orqali mushta o'tirg'i chiqib, bu milliy
kurashninki yetakchisi nimasini, mingisini shakllantirish kerak. Buning yildizi Uyg'urlarda bor shakllanyapti. Agar buning uzluksiz davomlashsa, bu masalan sistemli holda nima deymiz, sistemlik onun bilim aql ambarlarına asaslangan halda aql ambarlarının fikrini algan halda bunda davamlaşsa bu nayeti yaxşı buldu. Bu nəsini bu güç bizde küçüyüp mevcut oldu. Ama bunun üzlüksizligini ben bir nəsində qanda olğan üzlüksiz meni ip baralaydı. Demek bunun süpti, bunun üzlüksizligiga bağlıqkən, bunu qanda bolğanda ip bağın oldu üzlüksiz yani bu yanılı xalqның qo'llashiga bağlıq. Mesela bizning xalqimiz bunda bir kuch shakllangan vaqtida hamma xalq birdek qo'llamasdan birisi qo'llab birisi qarshi chiqib aniki yana birisi tashlab qo'yib jim turib olib mundaq qilsa bu gevda o'zining rolini joriy qildirolmaydi. Ya'ni bu menga o'zining rolini joriy qildirolmaydi. Buning uzluksizligi bütün xalqningki birdek birlashib qo'llashiga bog'liq bo'ldi. Ya'ni shu xalqqa munosabatli bo'ldi. Masalan, misol keltirsam 1900 qanchinchi 33 dan 38 gacha deyman shu vaqtlarda Fransiyaga mana shu Hitler besib kirishdan burun Fransiyaga Blum degan Fransiyaning nimasi beshi boshlig'i shu vaqtida nimani ishchilar partiyasini qo'llab ularga bir nim bergan ekan-ku, ishchilar partiyasiga huquqlarni berib qolgan ekan. Bu kapitalistlar bunga qarshi chiqqan, bu ishchilarga bek nim haq berib ketdi bu deb kapitalistlar bu Blumga bek o'shib ketgan ekan shu vaqt. O'shib ketib bunga dushmanlik qilganda qo'llamasdan. Bu Hitler yaxshi deb o'ylagan. Uningki bu kommunistlarmi u yerga Fransiyadagi. Bu Hitler birdan bir kapitalizmga shu jadisini berdigan odam mushu deb u Fransiyaga Blumga qarshi chiqqan. Mushunda ishchida Fransiyaning ichida necha xil bo'linish bo'lib ketganligi uchun bularningki milliy ruhi bu yerda o'lgan. Chunki milliy ruhni yetaklab mangadigan milliy nima bo'lmagan. Ya'ni bundaq menga gavdini bular tutib turamagan-da. Shuning bilan bu nimasi bu yerda nim qilib ketgan. Mag'lub bo'lgan, ya'ni asallom Hitler kirib olgan ekan bu yerga, Hitler. Shuningga shu milliy ruhni tutib tura oladigan narsa, ya'ni milliy milliy kurashninki mengisiga bog'liq. Bu milliy kurashning mengisi uzluksizlikka bog'liq. Bu uzluksiz xalqninki birdek qo'llashiga bog'liq desak bo'ladi. Undaqda bu bir xil sistema deb tushunishga bo'ladi buni bir xil sistema. Çünkü üzlüksüzlük bo'lganda bir sistema, an'ana, culture yetishildi. Çünkü üzlüksüzlük bo'lmasa bu yerda bir an'ana yetishtirgan olmaydi. An'ana deganimizda bir siyosiy culture, siyosiy an'ana yetishtirmaydi. Bir siyosiy an'ana yetishganda undan keyin bu yerda bir üzlüksüzlük mavjud bo'ldi-da. Undan keyin bu an'anani xalq birdek qo'llaydi degan gap. Undaqda agar o'ydaq bir sistem paydo bo'lgan chog'da barpo bo'lib qolib qolsa, o zaman bir liderga ehtiyoj bek ig'ir tushmaymi qandaq? Undaq deb ketganim bo'lmaydi. Asli lider bo'lsa yaxshi bo'ldi, ammo qanday lider bo'lsa yaxshi bo'ldi deganda, bütün xalqni birlashtirib, shunda an'anani o'ttirib chiqara oladigan, ya'ni bir siyosiy kultur, siyosiy an'anani sistemni turg'iza oladigan bir lider o'ttirib chiqsa, u vaqtida bu lider buni davomlashtirib, bu milliy kurashninki yetakchi gavdasini shu lider o'zi shu an'ana orqali tutib turib milliy ruhni qo'g'dab qola oladi. Agar chiqqan lider unda an'anani o'ttirg'i chiqarmay, siyosiy kultur yaratolmay, siyosiy sistem yoki bir an'ana, tradition deb qo'yamda inglizcha, shuni yaratamasa, u vaqtida bu liderning ancha bek cho'ng foydasi bo'lib ketmaydi. Uningdan işte bir diplomasiya gavdasining bo'lg'ini eng yaxshi bo'ldi. Chunki bu lider o'ttirg'i chiqqan vaqtida masalan bizning 1933-1944dagi jumhuriyatlarimiz qarab boqaylik. Shu vaqtida bizda bir an'ana siyosiy culture yaratilganmi shu yerda-chi? Agar yaratilgan bo'lsa, nima uchun bizning beshimizni kesib atganda xalq chechilib ketib hech nima qilamidi? Buni o'ylashga to'g'ri keldi. Masalan, Hitlerning ashta bo'lgan. O'z vaqtida Hitlermi, Napoleonmi bular hech qaysi bir siyosiy gavda yaratmagan bo'lgan, bir an'ana yaratmagan bo'lg'ashqa, bu lider o'lgandan keyin ham xalqdagi milliy ruhni o'lgan. Mushu German xalqi Hitler o'lganga qadar milliy ruhini qat'iy yiqilmagan bo'ladi-ku, umidsizlanmagan. Ammo Hitlerning o'lishi bilan bularning milliy ruhi o'labla taslim bo'lgan. Chunki bularda bir an'ana sistem yaratilmaganda xalq ergishib qolgan. Shuningga bu bek. Ya'ni shu burun bizningki kechmiş tariximizga o'xshash millatning istiqboli shaxsning istiqboliga bog'lanib qolganlik. Evet, çünkü undaqda hozir bu siz da'vatgan mengini tashkil qiluvchilar millatning qaysi xil a'zolari bo'lishi kerak endi? Masalan, tashkil qiluvchilar
maxsus mushu masalan diplomatiya ishini qildigan, diplomasiyaga pishiq bo'lish kerak, siyosat va tarixga pishiq bo'lish kerak. Mushundaq odamlar, undan keyin diplomatik munosabatni yaxshi qila oladigan odamlar bo'lish kerak. Bundaq odamlar, masalan, aktivistlarning hammasi aktivist qilib faoliyat qilganning hammasi u aktivist, siyosatchi bo'lolmaydi. Tarixni, siyosatni, masalan, diplomatiyani yaxshi tushunmasa, dunyo vaziyatini yaxshi tushunmasa, buni qilolmaydi. Uning ustiga mana bu personal, shaxsiy munosabat qilishmi pek muhimchu. Unkin image muhim. Mushundaq munosabatni, diplomatiyani yaxshi qila oladigan diplomatic skills, ya'ni bunaqa nima deymiz, qobiliyati bor, yetishgan insonlar buni qila oladi. Bundaq insonlar bizning oramizda bor. Hozirmi qilayotgan bir necha aylan bor, men ismin dedim. Bu mushu hozir siz deyotgan mushu sifatga insonlarning bugun tashqi ishlar ministrligi diplomatlar deyish bo'ladi, elchi deyish bo'ladi shuni. Elchi sifati. Hozir biz davlat qurilmaganligi uchun texi bizning bir tashqi ishlar ministrligimiz yo'q, undaqa elchimi deyamaymiz, ammo bizningki xalqarodagi nabaya degandek mushta milliy hurlik kurishiningki diplomatiya gavdisi deyishga bo'ldi buni. Mengisi deydi. Roli shu. Mengisi. Masalan, baya degan xalqning irodasi, xalqningki qo'llashi bular biz milliy ruh dedim-ku. Masalan, hamma davlatda milliy ruh bo'ladi. Masalan, Amerikada Xitoyga Trump savdo urush qilyotdi-ku. Shu savdo urushni qo'llamamdi. Masalan, xalq ashni kuchli qo'llab kelindi maqsa, bu ashi xalqningki Xitoyga qarshi davlatning diplomasiyasini qo'llagan bir milliy ruh bo'ldi, ya'ni. Endi bu milliy ruh ikkisi bir-biridan ayrılmaydı-ku. Ma diplomatik gavda milliy ruhni tutib tura oladi. Chunki u diplomatik gavda kuchli bo'lganda bir abay degandek bir an'ana, ya'ni siyosiy culture, siyosiy an'anasi bo'lganda, ma xalqdagi ruhmi o'rilmaydi. Xalqdagi ruh kuchli bo'lib, uni qo'llab bersa, uzluksizlik davom qiladi. An'anani mustahkamlashadi. Diplomasiyasimi kuchli bo'ldi. Shuning uchun ham bizda hozir davlat qurilmaganligi uchun bu tashqi ishlar ministrligi deb bir narsalar yo'q. Ammo biz mushunda bir mingini yetishtirsak, bu minga bizning diasporadagi, ya'ni Sharq Turkistonning sirtidagi davlat, tashkilot va xalqlar bilan bo'lgan munosabatlarni bir yo'linishda atmoqdigan. Ya'ni hammasi og'ziga kelgan demaydigan bir aktivist kirib boshqa yangza, yana bir aktivist boshqa davlatda boshqa yangza, bir aktivist mediada boshqa yangza, hammasi og'ziga kelgan demaydigan bir tashkilotning boshlig'i boshqa yangza gap qildigan, yana bir tashkilotning boshlig'i boshqa yangza gap qildigan, manda bir narsa bo'lmaydi bu vaqtda. Aql ombiri bo'ladi, think tank guruhlardek. Shu aql ombiri, masalan, hozir biz Uyg'ur Research, Uyg'ur tadqiqot institutini qurdikmi? Bir tadqiqot institutini doktor Erkin Akram bu nima dedi-chu, bir aql ombiri shaklida qilib buni mushu institutni mushta think tank shaklida mushta qilish kerak dedi. Mushta think tanklar aslida ashta diplomatik bir gavdiningki asosi bo'ladi, yo'nlantiradiganchu. Shu diplomatik gavdida bir muncha masalan hamma tashkilotlardan yoki o'xshamagan tashkilot vakillaridan yoki yetishgan diplomatlardan tuzilgan bir gavda bo'lsa, bular hammasi bir yerga kelib fikr birligi bo'ldi. Undan bu diplomatik gavda menga xalqning milliy ruhini, xalqning milliy kurashning yo'linishini o'rtaq bir fikrda, o'rtaq bir siyosiy culture yoki an'anada aytmoqlaydi. Hozir shu lager masalasi chiqqandan keyingi mustaqil aktivistlarningki o'zi oldiga topgan fursatlari, yo'llarini millatning istiqboliga munosabatlik uchrashishlarni o'z mustaqil kalisi kelgan peti idora qilayotganligi, foydalanayotganligi o'tirdimdi. Hozir siz deyotgan masalalar hal bo'lsa, mushuning o'xshash ishlarmi o zaman kontrolga tushadi ekan. Albatta, chunki mushunda shaxslar bir yerga kelib, bir yig'inlarni to'plantuv, ya'ni uchrashib o'zaro fikr birligi, bir strategiya, bir yo'linish, millatning ro'yini qayoqqa boshlaydigan, qaysi gapni qanday deydigan, bundaq bir nima deymiz, bir plan, program, bir narsalarni birlikda tuzib, birlikda fikr birligi hosil qilish kerak. Unda qilmasdan bir-biriga qarshi bo'lib, oyoqqa ma'moyoqqa kessa, u vaqtida birdaklik yo'qolib ketadi, siyosiy culture tuzgun bo'lmaydi. Milliy ruh to'g'risida biroz to'xtalamdik. Milliy ruh deb nimalarni milliy ruh deyishimiz mumkin. Hozir qadar yoziq, til, madaniyat, tarix qatorliqlarni millatning futqoliga o'xshatish mumkin ekan. Shaklan jihat. Bayatın siz de ötüp ketgeni aqli oldu. Yani mingisi tashkil qiluvchi omil va yoki uningki aqlning manbalari, fikr Sharq Turkistonliklarning yoki Uyg'urlarning istiqboliga munosabat bo'lgan aql ombiri jo'g'lanmasi degandek bir narsa shakllansa, u bir ming funksiyasini olsa, undaqda bir ruh
bu yerda yana bir ayrim tema haqiqatan to'xtalish tegishli narsa. Bu vaqtdagi bir sizning izohatingizni olsak, marhamat. Milliy ruh degan hamda bu qanda